Xo'p, antifriz sezoni kelgani uchun bu videoda qilishga qaror qildim. Kim o'zini mashinani antifrizini gradusiga shubha qiladigan bo'lsa, o'zimga olib kelinglar, gradus o'lchaydigan moslamam bor. O'sha graduslarni o'lchab ko'rsataman o'zingizga. Masalan, 20 gradusga tushib ketganmi gradusiz yoki yaxshi turibdimi, 40 gradus turibdimi, hammasini o'zingizga o'lchab ko'rsatib bera olaman, xudo xolasa. O'zimga kelaverasizlar. Bu narsani o'lchab ko'rsatish mutlaqo bepul. Xohlang mendan antifriz almashtiring, xohlang mendan antifriz almashtirmang, farqi yo'q. Prosta kelib antifrizni tekshirib ber desangiz ham tekshirib beraveraman. Bu narsa uchun hech qanday pul so'ramayman. Xo'p, bu shu akamiz ham kelgan ekanlar, antifrizimni tekshirib beringlar. 2021-yil mashina chiqqan, faqat 40 ming kilometr yurgan, hech qanday shubham bor antifrizimga deganlar uchun tekshirdim. Hozir mana o'zingizdan ko'ring-da. Mana antifrizlari ko'rinib turibdi, 36 gradusga turibdi. Bu degani gradusi yaxshi. Ichlari ham hech qanday nagar yig'ib, rasvo bo'lib ketmagan. Shuning uchun bu akamizni antifrizlarini almashtirmadik. Xo'p, X-Cool antifrizlarimiz bor, X-Freeze antifrizlarimiz bor, Felix antifrizlarimiz bor. Mannol antifrizni xudo xolasa endi olib kelamiz. Hali bundan yo'q, olib kelganimiz yo'q. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqib kelaverasizlar. Manzilimizni ham bilasizlar-ki.